vodiylik akalarimiz darvozalarning narxini sindirishni boshladi. Kelingizlar, siz o'ylamagan narxda. Qarangizlar, mana shu darvozamiz juda ham sifatli ishlangan 2 qavat, eng yaxshi zur metaldan ishlangan o'rtoqlar va darvozasi o'zi kichkina borligi ham bilinmaydi. Qarangizlar, mana shu yerda darvozachasi ham bor. Inini aytamiz, uzunligi 3.60 ga, ini 3.30 bo'ladi. Aynan mana shu darvoza 20 million, 18 million sotilgan. Sizlar uchun o'rtoqlar 12 millionga tushirildi. Aynan mana shu darvoza. Agar boshqa zakaz qilsalaringiz, narxi boshqacha bo'ladi o'rtoqlar. Kelingizlar, keyingi darvozamizni aytib o'tamiz. Bu darvozamiz juda ham katta skidkaga tushgan. Bu 7,5 millionlik darvozamiz, uzunligi 3.30 bo'ladi. Agar inini topsalaringiz, sizlarga chegirma qilib beradi. Hozir bu darvozani o'zi 6 millionga tushgan. Agar inini razmerini kommentariyada to'liq aniq yozsalaringiz, 5 millionga mana shu darvozani berib yuboradi akalarimizni o'zi. Shu 5 millionlik darvozaga gullik nержавейкалар qo'yib beradi. Meni nomimdan chiqsalaringiz, $100 nержавейкani sizlarga 500 mingga qilib beradi. Siz aytgan rangda bo'ladi. Xohlasangiz qora, xohlasangiz tilla rangda bo'ladi. Bu darvozamiz ham katta skidkaga tushgan. Razmerini aytib o'tamiz. Balandligi 3.75, eni ham 3.75 bo'ladi o'rtoqlar. Bu darvozamiz eng qalin metaldan ishlangan. Bundan qalini bo'lmaydi. Sifatli demoqchiman. Yana aytib o'tamiz, katta mashinalar kirishi uchun tagiga ham shpiller qilingan ekan o'rtoqlar. Bu darvozaning narxi 9,5 million so'mdan ziyod sotilmagan o'rtoqlar. Undan kam ham sotilmagan. Sizlar uchun 7 millionga tushirildi o'rtoqlar. Aynan mana shu darvoza. Agar boshqa zakaz qilsalaringiz, bu boshqacha narx bo'ladi. Mana shu 3 ta darvoza katta skidkaga tushgan. Ulgurib qoling. Bu vodiylik akalarimiz bundan ham katta chegirmalar qilishda davom etadi. Manzilimiz Ziyoddin shaharchasi. Beshkani yonida eski vagon bo'ladi. Yana ham aniqroq ma'lumot Karvon savdo markazini to'g'risida. Agar yana ham aniqroq ma'lumot kerak bo'lsa, mana shu ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Mana shu 3 ta darvozadan biri aynan sizniki bo'lishi mumkin.